Endi ba'zilar aytishi mumkin, salovat etishlikda qanday bir kuch bor? Salovat aytishlikda eng birinchi muhabbat, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Umid, ishonch. Ko'p odamlarda zikr yo'q, salovat yo'q. Ertalabdan kechgacha masala talashi yurish bor. Sen iymoningni tozalab kuchli qilib olgin, muhabbat paydo qilgin, zikr etib, salovat etib, iymoning mustahkam bo'lgandan keyin hech kimga yomonlikni ravo ko'rmay qolasan. Birovni aldaging kelmay qoladi. Munofiq zamonasida, munofiqlar to'la zamonada yashayapmiz. Yuzingizga qarab bir gapiradiki, orqangizdan ming gapiradi. Ishonch yo'q. Aldov, va'dasizlik, xiyonat avj. Ana shular insoniyat salovat aytib yursa, shunaqa narsalarni qilmay qo'yar ekan.